İşimizden başlaymayız. Hürmetli vatandaş, bugün çislağı 2023 yıl 7. ayının 9. gün heptige yakşembe vatandaşım. Endeki mavzumunda Dalai Lama mındak görsetti. Cungu taraf men bilen, yani Dalai Lama bilen görüşmekçi buluvatıdı. Söhbetini asliga keltirishda hech qanday qarshilik yo'q. Mavzuli xabar 7 ayning 8 gün Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington. Tibetning siyosiy va diniy doisi Dalai Lama yaqinda tashqari dunyoga bunday ko'rsatdi. Jungoda dal hozir o'zgarish bo'layotdi. Jungo resmi yo'lla va bexata beg'ayri resmi yo'lla orqali men bilan, ya'ni Dalai Lama bilan ko'rishish arzusini ifodaladi. Hindiston gazeti 7 ayning 8 kuni xabar qilib bunday ko'rsatdi. Dalai Lama Hindiston Dehli shahriga va Ladakhga ziyoratga borishdan avval Dharamsalada matbuotga bunday ko'rsatdi. Jungo taraf resmi ve gayri resmi yo'llar orqali men bilan, yani Dalai Lama bilan ko'rishishni xohlaydiganligini bildirdi. Lekin konkret vaqti qachon bu gazet bu to'g'rida bir narsa demadi. Jungo davlat ishchidan yetib kelgan xabar. Xi Jinping Suju shahrida muhim nutq so'zildi. Yana bir xabar. Jungo davlat ishida yetib kelgan xabar. Xi Jinping Suju shahrida muhim nutq so'zildi. Mavzuli xabar 7 ayning 8 kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Jungoning ichki qismida Xi Jinpingning muhim nutq so'zlaganligi to'g'risida xabarlar tarqalib yuriydi. Agar bu xabar rasl bo'ladigan bo'lsa, bu madaniyat inqilobi va islohot ishni ochib keyin Jungoning taqdiriga ta'sir ko'rsatadigan yana bir qatimliq tarixiy xarakterlik siyosiy voqea bo'lib qoladi. Nutq 3 soat 20 minut so'zlandi. 86 betlik original bo'lib chiqdi. Bütün partiya, bütün armiya, mamlakat ichida har qaysi millatlarning asli qoldirishi talab qilindi. Birinchi, Xitoy tili bilan so'zlash. Jungoning ichki qismida har qanday kishi Xitoy tili bilan so'zlash. İkinci, Jungoning tomiqini yeyish. Masalan, umoch bo'lsa umoch, yani nima, momo bo'lsa momo, shuni yeyish, yani Jungoning tomiqini yeyish, Jungocha tomoq yeyish. Uchinchi, Jungoning kiyimini kiyish. Eğer çangçili degeni kögeme çangçili degesizler, mana aşındaq kiyimlerini kiyish. Dördüncü, Jungoning mallarını işletish. Jungoning mallarını işletish, mesela ayağımızga kiydigan latixayni kiyish, şilepi kiyish, anda uzun cihazlarni kiyish, ayollar mana shundaq. Andan erlarga kelganda 4 yanchiqli xodani chapan kiyish, mana shu Jungocha kiyinish. Dördüncü, Jungoning mallarını işletish. Beşinci, Jungo ishida sayohat qilish. Sayohat qilman deb chet elga chiqmaslik. Tunga bir xabar ko'rib qoldim. Erkin Osiyo radiosi nima deydi hozir? Uyg'ur avtonom rayon, yani Şinjan'da atalmış mustamlika Uyg'uristonda sayohatchilik tugashdi deydi. Bu bir signal ekan juma vatandosh. Bu xabar emas, bir signal juma. Ishida sayohat qilish, Jungoning ishida sayohat qilish. 6. Jungoning bayramini o'ynash, Chag'an bayramini o'ynash, Zung'zi bayramini o'ynash, davlat bayramini o'ynash, faqat Jungoning bayramini o'ynash. Boshqa masalan Christmas, Rojdestvo bayrami deganlarni o'ynamaslar.
Belki Qurbaniyat roza ayetlarını çekilishi mümkün. 7. Jungo mallarını setipeleş. Nemi gerek bolsa bazağa çıkıp jungo mallarını setipeleş. 8. Jungo'nun minesi buluş. Kalla ve köz kapak yoki kulak, ağız burun degenler jungoçu buluş. Şundak bolganda jungo möhrünün üstüne koyulgan kapak okşaydigan narsami jungoçu kapak kallı yoki jungoçu buluş degen gap buluş. Jungoçu akıl buluş degenlik. 9. Jungoçu xotirjam buluş. Mana mundaga. Bugun Amerika hujum qildi. Meni qo'rshawga oldi. Rossiya adaplaydi. Meni qo'rshawga oldi. Shanxay hamkorlik tashkilotida o'rnim qolmadi. Deganlarning hammasi esingiz bu bir xil bearomlik. Lekin yana shuning ichida jungochi arom elish, jungochi aromi xudo bo'lish va bar. Shunga jungochi xotirjam bo'lish. 10. Jungoning ishlarini o'ylash, jungoning aslisiz kanisi tarixini bunday nimish qildi. Normalik oshimda oshda qo'shoq to'yamdi, to'ymamdi. Bozorda mal bos qandoq o'rlamdi, o'rlamamdi, xalq puli qandoq bo'ladi. Amuslar jungoning ishini o'ylash. 11. Jungo örf odati bo'yicha salomlashish. Nihoma, birinchi siz yaxshimi deganlik gap. Ikkinchisi tushpallimi-yu? Tamak yedingizmi? Qo'shig'ingiz to'ydimi? Qo'shoq to'yg'idek tamak yedingizmi? Har kuni attiganda uchrashgandimi shular tushpallimi-yu? Salomlashish. 12. Jungolik bo'lish. Jungoda yashayotgan, uyrutilgan, mangan kaga har qanday odam jungolik bo'lish. Vatandaş xabar yozg'uchi kishi shundoq debdi, bu darajada chekidan oshgan millatchilik. Bu darajada chekidan oshgan millatchilik ibordir. Jungoda davlat qashqisi ideyalarini yamirtishi mumkin. Davlat qashqisi deganda jungoda bir xil mutlaqlashgan yoki diktatorlashgan bir xil ideya. Ya'ni millatchilik ideyalarini yamirtishi mumkindir. Dunyoviy asosliq ma'rifat va madaniyat iqimi bilan ta'tirqtanasi. O yo'lga mansang, men bu yo'lga mangama degan. Ayliqanga, yo'l sarixanga qilish. Mana bu ahvol endi jungoda yuz berishi mumkin. Mushuning o'zi nima desangiz, vatandosh endi nima deymiz, nima deb tushuntiramiz masalan. Bir hukumat reaksiya davriga kirsin, bir jamiyat bir reaksiya davriga kirsin. Oldidagi qiyinchilik, ziddiyatlarni qanday qilishni bilmasin, qanday bir taraf qilishga chora ya mumkinlik iqtidori yetmay qolgan ahvol ostida bir yo'l eshib qoladigan bir yo'l tavakkalchilik. Agar jur'at bo'lsa, jur'at bo'lmasa u tavakkalchilik bo'lmaydi-mi? Jur'at bo'lsa eshib qoladigan eng oxirgi yo'l tavakkalchilik bo'ladi.